Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugun men eng qadrdonga kechaganda 18 ga kirgandilar. Bugun mana birgalikda nishonlayapmiz. Zamborning duo bo'lsin. Rahmat Dilmurod aka. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammani yaxshimisizlar, tinchmisizlar, mazani yaxshimi? Mana orzuyimdan juda kattasi desa bo'lmaydi. Kichkina bo'lsa ham orzuyim amalga oshdi. Dilmurod aka bilan suhbatlashib o'tiribmiz. Duolarda eslab turasizlar, hurmatli obunachilar. Azizlar qadrdonlar, ko'makkanlar duoda tursa, duoda katta ekan, duoda. Kichkinagina bir ijodimiz ukamizning qalbiga, ko'nglidan joy olib, g'oyatda xursandmiz. Ukam o'zlari niyat qildi aka, Ahmad otaga boraylik, bu Bobur aka oshxonasi o'tayliklar. Qadrdonim, o'zlaringizga berizga, yo'lingizga omad, qo'shnilaringiz zo'r. Bu yerdagi siz ishlaringizda hamma zo'r xizmat qilishyapti. Gap bo'lishi mumkin emas, yo'lingizga omad. Ahmad doda